Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Ersuvning obunachilari, xodimlarimiz bilan juda ham qiziqarli bir o'yin o'ynaymiz. Qani ko'ramiz. Kim ko'proq davlat yoki shahar nomini bilar ekan? Men bu o'yinimizga start berdim. Angliya. Bilasan? Antalya. Amerika. Albaniya. Aran. Angliya tilida. Xo'p, 1 2 3. Amerika. Mana aytdim. Amerika aytdingizmi? Men aytdim. Bilasan? İstanbul. Ha? Latviya. Arabiston. Bilasan? Norvegiya. Norvegiya. Avstraliya. Viyana. Ha? Amsterdam. 2 3. Bilasan? Maldiv orollari. Yo'q, Maldiv, budan bo'ladi. Ichib, to'g'ri ichib bo'ladi. Portugaliya. Bilasan? 1 2 3. Do'stlar, bugungi o'yinimizda Samandar g'olib bo'ldi. Tabriklab qo'yamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bizlarda o'zimizda har doim astiy, quvnoq o'yinlar juda ham ko'p bo'ladi. Hammaga rahmat.